هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İbrahim tefsiri 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İbrahim suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. İbrahim suresi Mekke'de nazil bolgan 52 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif lam ra. Bu Kur'an şundak kitaptır ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onu sana kişilerini Rabbinin izni bilen qarang'ulikdan, yani küfürden, yoruqliqqa, yani imanға chiqarishing uchun g'olib hamma tillarda madhilangan Allohning yo'liga boshlashing uchun nozil qildik. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Qattiq azobdan kofirlarga voy. Ular bu dünyani ahiretten artık gördü. Kişilerini Allah'ın yolundan, yani İslam dininden tosudu. Allah'ın yolunun egri buluşunu tileydi. Ular haqdan yiroq bo'lgan gumrohlikdir. Qur'onni ve Qur'onning maqsadini tanıtuş ve onunla qarşılık qilgan kishilarga bo'ladigan azob to'g'risida. Surlarning beshida kelgan üzüp o'qiladigan elif va harflar haqida Baqara surasi to'xtalib o'tgan edik. Bu Qur'on shunday kitobdirki, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, uni sana kishilarni Robbining izni bilan qorong'ulikdan, yani küfrdan yoruqliqqa, yani imonga chiqarishing uchun g'olib hamma tillarda madhilangan Allohning yo'liga boshlashing uchun nozil qildik. Yani ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz sana nozil qilgan bu kitob katta Qur'ondir. Bu Arab millatidan va Arab millatidan bo'lmagan barliq zimin ahliga avatilgan eng esil payg'ambarga nozil qilingan eng esil kitobdir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, hakikaten biz seni bu kitap bilen kişilerini ular yaşayotgan gumrohlik ve azgınlıktan hidayet ve doğru yolga çıkarışın için peygamber kılıp evettik. Allah Teala hidayet kılışını aldın ala orunlaştırgan kişini peygamberinin kulu arkalık hidayet kılgıcıdır. Allah Teala peygamberini evetiş arkalık tozulmaydigan ve mağlup kılınmaydigan galip Allah Teala'nın yoluga başlaydı. Allah Teala hemme nersinin üstüden galip gelgüçüdür ve barlık işlerde, sözlerde, belgilemelerde, emir parmanlarda ve toskan işlerde medhilengüçüdür. Bergen haberlerde rastçıldır. Allah Teala bu ahtimindaqtaydı. Allah müminlerin egisidir. Ularni küfrünün zulmetinden imanның yoruqliqiga chiqardi. Kafirlarning egisi şeytandır. Ularni imanның yoruqliqidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqardi. Sizlarni küfrünün qorong'uligidan imanның nuriga chiqarish uchun Allah bendesiga ro'shan oyatlarni nozil qildi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Qattiq azobdan kofirlarga voy.
ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kafirlar sana qarşılıq qılğanlığı və seni yalğanğa çıxarğanlıq üçün ularga qiyomatda dahshatli azob var. Ondan Allah Taala haqiqatan ularning dunyo hayotini oxirat hayotidan ustun qo'ydiganligini, dunyo uchun ishlab oxiratni unutadiganligini isbotlab mundaq deydi. Ular bu dunyoni oxiratdan ortiq ko'rdi. Kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan to'sidi. Ya'ni ular boshqalarni payg'ambarlarga ergishishdan to'sidi. Allohning yo'lining agri bo'lishini tilaydi. Ya'ni ular Alloh taolaning yo'lining agri-bugri bo'lishini yaxshi ko'rdi. Halbuki Alloh taolaning yo'li mustahkam, to'g'ri yo'ldir. Uningga qarshilik qiladigan va uni mag'lub qilmoqchi bo'lgan kishilar u yo'lga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Ularning Alloh taolaning yo'liga agrilik tilishi bilimsizligi va haqdan yiroq bo'lganligi uchundir. Ular mush yo'lda bo'lganlikdan ulardan yaxshilik umid qilinmaydi. Qandaqlı bir payg'ambarni avatmayli, uni biz o'z qavmiga Allohning shariatini bayon qilish uchun faqat o'z qavmining tili bilan so'zlaydigan qilib avatdik. Allah xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni payg'ambarlarning vazifasi faqat tabliğ qilish bo'lib, hidoyat qilish ishi Allohning ilkididir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Hidoyat va ozg'unlikni ochiq bayon qilib berish uchun payg'ambarlarning shu millatdan avatilganligi. Mana bu Alloh taolaning insonlarga qilgan mehr shafqati bo'lib, Alloh taolo payg'ambarlarning ko'zlagan manfaatlarini ularga ochiq tushuntirishi uchun mana bu Alloh taolaning insonlarga qilgan mehr shafqati bo'lib, Alloh taolo payg'ambarlarining ko'zlagan maqsadlarini ularga ochiq tushuntirishi uchun ularni o'z millatining tili bilan payg'ambar qilib avatgandir. Allah xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni payg'ambarlarning vazifasi faqat tabliğ qilish bo'lib, hidoyat qilish ishi Allohning ilkididir. Ya'ni ularga pokitni ochiq bayon qilib bo'lgandan keyin Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'ldan ozdirdi va xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. La ilaha illalloh. Allah g'olibdir. Ya'ni Alloh taolo xohlagan narsa bo'ladi, xohlamagan narsa bo'lmaydi. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ya'ni ishlarini hikmat bilan qilg'uchidir. Undaq bo'lgan ekan Alloh taolo azdirilishga haqli bo'lgan kishini azdirdi, hidoyat qilinishga loyiq kishini hidoyat qildi. Alloh taolaning har bir payg'ambarni o'z qavmining tili bilan avatishi insonlar ichida tutgan yo'lidir. Har bir payg'ambar payg'ambarlikni o'zining qavmiga yetkazish uchun xos qilib avatildi. Muhammad alayhissalom bo'lsa butun insonlarga payg'ambar qilib avatildi. Bu haqda İmam Buxoriy va Muslim Jabir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mana mendan burunqi payg'ambarlarning hech biriga berilmagan mundaq 5 xislat berildi. Bir oylik yiroqlikdagi musobidan dushmanimga qo'rqinch silinish bilan yordam berildim. Men uchun zaminning hamma yeri masjid va pok qilindi. Mendan burunqi payg'ambarlarning hech biriga g'animatlar halol qilinmagan edi. Lekin menga g'animatlar halol qilindi. Menga qiyomat kuni shafaat qilish imtiyozi berildi. Barliq payg'ambarlar o'z qavmiga xos payg'ambar qilib avatilgan edi. Lekin men barliq insonlarga payg'ambar qilib avatildim.
sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, ey insanlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Allah tarafidan avatilgan elchiman. Biz Musa'ni mucizelerimiz bilan haqiqatan payg'ambar qilib avatdik. Onunğa dedikki, qavmingni qorong'ulikdan, ya'ni kufrdan yo'riqlikqa, ya'ni iymonga chiqargin. Ularga Allohning ne'matlarini eslatgin. Buningda baloga sabr qilg'uchi, ne'matga shukr qilg'uchi har bir banda uchun albatta nurg'un ibratlar bor. Musa aleyhisselam ve onun kavminin kıssası. Allah Teala mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni peygamber kılıp avatganligimiz ve insanlarni qorong'ulikdan yo'riqlikqa chiqarish uchun sana Qur'onni nazil qilganligimizdek, Musa'ni İsrail avlodiga mo'jizalarimiz bilan peygamber kılıp avatdik. Mücahid o mo'jizalar 9'dur dedi. Qavmingni qorong'ulikdan, ya'ni kufrdan yo'riqlikqa, ya'ni iymonga chiqargin. Ya'ni ularni turayotgan nodonlik va ozg'inlikdan, zulmatlardan hidoyat va iymon nuriga chiqishi uchun yaxshilik chaqirgin. Ularga Allohning ne'matlarini eslatgin. Mücahid, Qatada ve başkalar bu ayet hakkında mundaq deydi: Allah Teala'nın ularni özlerinin düşmanları bolgan Firavun ve onun təvələrinin asarıtıdan, zoravallıqdan qutulduruşu, ularning ötüb bilişi üçün dengizni yerib berişi, ularga bulutni soyibon qilib berishi ve terencübün bilen bödüğününü düşürüp berişidek nimetlerini ve onundan başka nimetlerini ularga esletkin. Bunun da balağa sabr qilg'uchi, ne'matga shukr qilg'uchi har bir banda uchun albatta nurg'un ibratlar bor. Ya'ni bizning İsrail avlodini Firavunning qo'lidan va ular chekayotgan xorliq azobidan nijotlikqa erishtirganligimizda İsrail avlodi ichidagi bizning yaqin bandalarimizdan qiyinchilikqa sabr qilg'uchi, bayashatlikqa shukr qilg'uchilarga albatta ibrat bor. Qatada bu vaqtda mundaq deydi: Beşiği balo kelgan chaqda sabr qiladigan, ne'mat berilganda shukr qiladigan banda nima degan yaxshi banda ha? İmam Müslim Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi: Haqiqatan mu'minning ishining hammasi ajablanarlikdir. Allah Teala mu'minga har qanday bir narsani hukm qilsa, u hukm uning uchun yaxshidir. Agar mu'minga biror qattiqchilik yetsa, u sabr qiladi. Uning sabr qilganligi uning uchun yaxshidir. Agar mu'minga yaxshilik yetsa, u shukr qiladi. Uning shukr qilganligi uning uchun yaxshidir. Subhanallah. Musa öz vaqtida öz qavmiga Allah'ның sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Allah öz vaqtida sizlarni Firavun qavmidan qutqizdi. Ular sizlarni qattiq qiynaydi, o'g'illaringlarni bo'g'izlaydi, xotin kishilaringlarni xizmat qildirishga qoldiratdi. Buningda Rabbinglar tarafidan sizlarga cho'ng sinoq bor edi, dedi. Öz vaqtida Rabbinglar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar kufroni ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bakmi qattiq bo'ladi, deb jakarladi. Musa öz qavmiga: Agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madhiyalashga loyiqdir, dedi.
Allah Taala bu ayette Musa aleyhisselamның öz kavmiga Allah Taala'nın nimetlerini esletkenliginden haber berdi. Allah Taala ularni Fir'avndan ve ular çekivatkan qattiq azaptan qutqizdi. Çünkü Fir'avn ve onun teveleri ularning oğullarını boğuzlab, xotin qizlarini xizmetiga selish uchun qoldiratdi. Allah Taala ularni mana mushundaq balo qazodan qutuldirdi. Bu ular uchun katta ne'matdir. Shuning uchun Musa alayhissalom buningda Rabbinglar tarafidan sizlarga cho'ng sinoq bor edi dedi. Ya'ni yuqorqi ishlarda sizlar shukr etishga ojiz keladigan Allah Taala tarafidan bo'lgan katta ne'matlar bor. Bu oyatning ma'nosi haqida mundaq ko'z qarashim bor. Sizlarga Fir'avnning tavalari qilgan ashu azoblarda katta sinoq bor. Bu xuddi Allah Taala'nın A'raf suresidagi ularning kufridan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik degan oyatiga o'xshaydi. Öz vaqtida Rabbinglar ne'matimga shukr qilsanglar, uni teximiz yod qilaman. Agar kufroni ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bakmi qattiq bo'ladi deb jakarladi. Yani Allah Taala sizlarga o'zining va'dasini jakarladi va bildirdi. Bu oyatning mundaq ma'no berish ehtimolimi bor. Öz vaqtida sizlarning Rabbinglar öz izzatiga ulug'ligi va kattaligi bilan qasam qildi. Ne'matimga shukr qilsanglar, uni teximiz ziyoda qilaman. Ya'ni mening sizlarga bergan ne'matimga shukr qilsanglar, sizlarga ne'matimni teximiz ziyoda qilib beraman. Agar kufroni ne'mat qilsanglar, ya'ni ne'matlarimga tuzkorlik qilsanglar, uni yo'shirsanglar va uningdan tansanglar, mening azobim albatta bakmi qattiq bo'ladi. Bu azob ularning Allah Taala'ning ne'matlariga tuzkorlik qilganligi uchun ne'matni ulardan tortib olishidir. La havla va la quvvata illa billah. Hadisda mundaq kelgan. Haqiqatan banda bu gunohga petib ketganligi sababi bilan rizqdan mahrum qilindi. Musa öz qavmiga: agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kafir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madhilashga loyiqdir dedi. Yani Allah Taala bandalarining shukr etishidan behojatdir. Kishilar Allah Taalaga kafir bo'lgan taqdirdami, Allah Taala yanada maqtashga va madhilashga loyiqdir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: agar kafir bo'lsanglar, Allah sizlardan behojatdir. Payg'ambarni inkor qildi, iymondan yuz o'rdi. Allah ularning iymoniga muhtoj emasdir. Allah mahluqotdan behojatdir, madhiyaga loyiqdir. İmam Müslim Abu Dar radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning hadis qudusida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala mundaq deydi: ey bandalarim, agar sizlardan ilgari o'tganlaringlar va keyin keladiganlaringlar, insonlaringlar va jinlaringlar hammasining dili eng taqvodor bir odamning dilidek bo'lib ketgan taqdirdimi, mening mulkimdan hech narsani ziyoda qila olmaydi. Ey bandalarim, agar sizlardan ilgari o'tganlaringlar va keyin keladiganlaringlar, insonlaringlar va jinlaringlarning hammasining dili eng fosiq bir odamning dilidek bo'lib ketgan taqdirdimi, mening mulkimdan hech narsani kemayta olmaydi. Ey bandalarim, agar sizlarning ilgari o'tganlaringlar va keyin keladiganlaringlar, insonlaringlar va jinlaringlar bir tuzlanglikda turib mendan tilasa, ularning har biriga tilaganini bersammi, xuddi dengizga silingan bir tal yingni suvdan elib chiqilganda dengizning suyidan hech nimani kemaytib o'tolmagandek,
mening mulkimdan hech narsa kemiyib qolmaydi. Alloh taolo pokdir, yuksakdir, hamma narsadan behojatdir va madhilarga loyiqdir. Sizlardan ilgari o'tgan Nuh, Ad va Samud qavmlarining va ulardan keyin kelgan sonini faqat Alloh biladigan ummatlarning xabari sizlarga yetmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizalar bilan keldi. Ular qo'llari bilan payg'ambarlarning ig'izlariga ishorat qilib, ya'ni ularning sukut qilishini ko'rsatib, biz sizlarning payg'ambarliginglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishga haqiqatan zo'r gumondimiz dedi. Ummatlarning o'z payg'ambarlarini yolg'onga chiqarishi va ular o'ttirsidagi ishlar. Alloh taolo bu oyatda bizga Nuh, Ad, Samud va ulardan boshqa sonini faqat Alloh taolaning o'zi bilalaydigan payg'ambarlarini yolg'on degichi ummatlardan bo'lgan qavmlarning xabarlarini qissa qilib berdi. Ularga payg'ambarlari mo'jizalar bilan keldi. Ya'ni ular ochiq paket va keskin dalillar bilan keldi. Faqat Alloh biladigan. Ibn Ishaq Abdullohning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Nasab shunoslar ularning haqiqiy nasabini aniq bilmaydi. Urva ibn Zubayr mundaq dedi. Hech bir kishining Ma'id ibn Adnandan burun o'tganlarning hech bir kishining Ma'id ibn Adnandan burun o'tganlarning nasibini aniq biladiganligini bilmaymiz. Ular qo'llari bilan payg'ambarlarning ig'izlariga ishorat qilib, ya'ni ularning sukut qilishini ko'rsatib, bu oyatni ba'zi tafsirshunoslar mundaq tafsir qildi. Payg'ambarlar ularni ulug' va katta Alloh taolaning diniga chaqirganda, ular qo'llari bilan ig'izlariga ishorat qilib, payg'ambarlarni da'vat qilishdan to'xtashni ko'rsatdi. Ba'zilari mundaq dedi. Ular payg'ambarlarni yolg'onga chiqarib, o'zlarining qo'llarini ig'izlariga tiqdi. Ba'zilari mundaq dedi. Balki bu ularning payg'ambarlarga javob bermay jim turib olishidan bishoratdir. Yana ba'zilar mundaq dedi. Ular payg'ambarlarga ochiqqa kelganlikdan qo'llarini tishladi. Mujahid, Muhammad ibn Ka'b va Qatada qatorliqlar mundaq deydi. Haqiqatan ular payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi va ularning so'zlarini ig'izlari orqali rad qildi. Men, ya'ni Ibn Kasir va Mujahid bu oyatning tafsirini tuvandagi oyatning to'liqlanmasi bilan kuchaytirilgan deb qarayman. Biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishga haqiqatan zo'r gumondimiz dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilib mundaq deydi. Ular Alloh taolaning so'zini anglaganda hayron qilib, qo'llarini ig'izlariga tiqqan holatda qaytishdi va biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishga haqiqatan zo'r gumondimiz dedi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida İbrahim suresi tafsiridan 9-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.